Demak, guys, sizlar bilan Headway kitobimizda Unit 7 bo'limini tushuntirishni boshlayman sizlarga. Demak, bugungi unitimizga e'tibor bersanglar, favorite things deyilgan ekan. Favorite sevimli things narsalar, sevimli narsalar deb bo'limda o'zi nomlangan. Bugun grammatik ba'zi bir narsalarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Question words, savol so'zlar, object pronouns, to'ldiruvchi olmochlar, this, that degan ko'rsatish olmoshlari bor. Can I degan strukturani ham ozroq ko'rib ketamiz. Birinchi nima qilishimiz kerak? Albatta, mana bu joydagi savollarga javob beringlar. What's your favorite day of the week? What do you do on that day? Day of the week degani haftaning kuni. Sizning sevimli hafta kuningiz qaysi? What do you do? Siz nima qilasiz on that day? O'sha kuni. Shuni tasvirlab berasizlar. Keyin mana boshlanish qismida ham bizda what's your favorite degan savolni bergan. Bu zo'r struktura. Kimdir sevimli narsalarni so'rasak yoki odamlarni so'raganimizda ham shu savol bilan murojaat qilsak bo'ladi. Misol uchun what is your deymanda favorite o'qishga e'tibor beringlar. Favorite to'g'ri o'qish juda muhim. Favorite. Demak, what's your favorite? Keyin nima bo'lsa, kitob, sevimli kitobingiz ham book deyman. Kinoyingiz ham film. Sevimli ustozingiz ham teacher. Shunaqa qilib turib savol berib ketaveraman. Ya'ni second, what's your favorite deb turib, bu yoqdan kerakli otni qo'ysak, sening sevimli shu narsang yoki odaming qaysi degan. Javob berish ham oson. Birinchisi, my favorite book is deb yozib ketamiz. My favorite book is I don't know which book. The Power of Habit, misol uchun. What's your favorite film? My favorite film is Shawshank Redemption. Who's your favorite teacher? My favorite teacher is Ulug'bek Hasanov, for example. Xuddi shunaqa qilib turib, kerakli odamniki narsani javobini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Yoki I like desalar ham xato emas. I like Harry Potter desam bo'ladi. Ya'ni men Harry Potter bu kitobini yaxshi ko'raman. I like Game of Thrones serial. Game of Thrones serialini yaxshi ko'raman deb turib, bunaqa javob berishimiz ham xato emas. Ikkalasini berib ketsak ham bo'ladi. Endi sizlar ko'proq gapirish uchun har doim because qo'shishga harakat qilinglar. Because degani chunki. Because narsa bo'lsa it is deb qanaqaligini aytsanglar bo'ladi. Odam bo'lsa he is yoki she is deb davom ettirsak bo'ladi gapimizni. Misol uchun my favorite book is Power of Habit because it is very interesting. Meni sevimli kitobim bu Power of Habit kitobi. Chunki u juda ham qiziqarli deb gapimizni ikkita gap bilan gapirib qo'ysanglar, o'zi bu gapirish darajalaringga yordam beradi. Butun boshli gapni o'rganib olasiz. Okay. Xuddi shunaqa savollarga javob berib chiqinglar. Favorite food, favorite sport, favorite drink, favorite film, favorite city. Ya'ni sevimli ovqat, sport, ichimlik, kino yoki shaharda aytishimiz kerak. Because ham qo'shsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Keyin question wordlarni bitta takrorlab olamiz. Bizda question wordlar bor ingliz tilida. Ya'ni bular savol so'zlar deymiz. Question words. Savol so'zlardan birinchisi kim degan so'zimiz bor. Who deb o'qiladi. Keyingisi nima? What deb o'qiladi. Qayer? Where? Qachon? When? Nima qolib ketdi? Qanday? How? Qaysi? Which?
Nimaga, nima uchun deb sababini so'rasak why so'zlari keladi. Bular juda ham muhim, testlarda ham tushadi. Ularni tarjimasi bilan yodlash shart. O'qilishi ham muhim. Eshitganda, gapirganda juda ko'p qo'llanadi. Endi bulardan ikkita so'zdan keyin how'dan keyin yana boshqa so'z ham kelishi mumkin. Misol uchun how old, how many, how much, how tall so'zlari bilan kelib, bu qanchalik degan ma'noni bildiradi. How old degani necha yoshsan degani, yodlab qolamiz. Necha yoshsan? How many, nechta degani, sonini so'raymiz. How much, qancha. Narxni so'raganimizda nechi pul deb turib yoki miqdorini, qancha suv, qancha shakar deb so'raganimizda. How tall, qanchalik uzun. Shunaqa ketaveradi. Keyin ham bittasi bor bizada how often. Bu qanchalik tez-tez nimanidir qilasan degan. How often, ya'ni bir haftada necha marta qilasan, yoki bir oyda necha marta futbol o'ynaysan deb so'rasak, how often so'zlaridan foydalanamiz. And who, what, where, when, how, which, why bo'ldi. Bularga misol uchun who deb savol bersam, odam, ya'ni kimligini aytib javob berishimiz kerak. What deb savol bersam, nimaligini aytishimiz kerak. Where deb savol bersam, joyini. When desam, qachonligini. How desam, qanaqaligini. Which desam, qaysi biriligini. Why desam, qaranglar, why ga asosan because deb javob beramiz. Why nimaga degan, because chunki deb javob berishimiz kerak. Buni tushuntirganimiz sababi testlar bo'ladi. Misol uchun beginner levelda oxirida o'shanda mana shu question words, savol so'zlarini ishlatilishiga oid mashqlar ham bor. Ba'zi studentlarimiz mana shularni yaxshi yodlamagani uchun ko'pincha xato qiladi. Ayniqsa whyda ko'pchilik adashadi. Misol uchun nimaga kelmading deb gap tuzib bersam, ular nima deb boshlaydi? Nima deydi, what dan boshlaydi. Bunaqa emas, nimaga? O'zi why degan so'zi bor. Why boshlashimiz kerak. Keyin javob berganda ham chunki, because uxlab qoluvdim deb turib javob berish kerak. Bu savol so'zlarida, savol so'zlar qaranglar. Question wordlar doim gapni boshida keladi. Endi buni 100%, ya'ni 90% tushunaylik, 100% emas. Ba'zi holatlarda o'rtasida ham kelishi mumkin, lekin sizlar savol gap tutsanglar, savol gapimiz bo'lsa, to'g'rimi? Savol formulali gaplar bo'lsa, o'sha savol formulalarni har doim birinchi so'zi savol question wordsdan boshlanadi agar ular bo'lsa. Ya'ni isming nima dedimmi, demak nima so'zini ishlatdim, birinchi nima kelishi kerak. O'zbek tilida oxirida kelyapti. Yoki sen kimni ko'rding desam, demak kim so'zi birinchi kelishi kerak. Bitta misol yozaylikmi? San nimani yaxshi ko'rasan desam, o'zbek tilida san nimani yaxshi ko'rasan. Nimani ikkinchi bo'lib keladi, lekin ingliz tilida birinchi keladi. What bo'lib keladi. What do you like deyman. Birinchi bo'lib turib savol so'z kelishi shart. Keyin o'shanga qarab javob berib ketaverasiz. Okay, keyingi sizlarga tushuntirishim kerak bo'lgan narsa bu object pronouns degan narsamiz. Object pronouns degani bu to'ldiruvchi olmoshlar. Qanaqa, nima u to'ldiruvchi olmoshlar deyishdan oldin to'ldiruvchi nimaligini bilib olishimiz kerak. To'ldiruvchi gapimizda formulada ishlatadigan object degan narsamiz. Object to'ldiruvchi, u nima desak, qaranglar, u fe'l qaratilgan odam yoki narsa bo'ladi. Object, bizning fe'limiz qaratilgan odam yoki narsa. Yo'q, nima u desanglar, mana men ukamni yaxshi ko'raman desam, men yaxshi ko'raman, men ish harakati qildi. Kimni yaxshi ko'raman? Ukamni. Demak, yaxshi ko'rish ukamga qaratildi. Yoki ular mashinaga benzin oldi desak, ular oldi
Ular subject ish harakati qildi. Oldi bizada fe'limiz. Endi bizada ikkita to'ldiruvchi bor. Birinchisi nimani oldi? Benzinni oldi. Nimaga oldi? Mashinaga oldi. Mana bu benzinni so'zi ham, mashina so'zi ham bizada object, chunki fe'l ikkalasiga ham qaratilgan. Shunaqa tushunib olsanglar bo'ladi. Bu endi grammatik, o'zbek tili grammatikasiga oid narsa shunaqa. Endi hozirgi gapimizdan kelib chiqadiki, object pronounlar xuddi shunaqa vazifada keladi. Demak, object pronounlarni qachon ishlatamiz desanglar, ularni birinchi ishlatilishi fe'ldan keyin. Fe'ldan keyin degani aynan fe'ldan birdaniga keyin kelishi shart emas. Fe'l qaratilishi kerak o'shanga, tushundinglar? Asosan fe'ldan keyin keladi. O'shanaqa vaqtda fe'ldan keyin kelganda qaranglar, o'zbek tilidagi n, ga qo'shimchalarini oladi. Ikkinchi ishlatilishimiz bizada predloglardan keyin. Predloglardan keyin. Endi predloglar nima desanglar, predloglar bu bizadagi on, in, of, for, about, with va hokazo shunaqa qo'shimchalar. O'zbek tilida ko'makchi yuklama degan narsalarga to'g'ri keladi bular. Qisqasi mana ingliz tilidagi predloglar, preposition deymiz bularni. Shulardan keyin olmosh qo'llashlaringga to'g'ri kelib qolsa, demak object olmoshdan qo'llaysizlar, to'ldiruvchi olmoshdan qo'llaysizlar. Olmosh nimaligini bilmaydiganlar birinchi, ikkinchi, uchinchi mavzularimizni takrorlab chiqaylik, o'shanda olmosh nimaligini aytganmiz. Olmosh bu ichida men, sen, u, biz, siz so'zlari bor so'zlar hisoblanadi. Endi olmoshlarni yodlab olishimiz kerak. Birinchi object pronounimiz bu me degani. Meni menga deb tarjima qilamiz. Predlogdan keyin kelsa har xil boshqacharoq tarjima ham bo'lishi mumkin. Keyingisi you, seni, senga. Him, man o'g'il bolaga. Uni, unga. Her, qiz bolalar uchun uni, unga. Men aytib ketyapman, yozmadim, lekin sizlar yozib olinglar, daftarga albatta yozib olish kerak buni farqi bilan. It o'zgarmaydi, uni, unga bo'lib qolaveradi. Us, bizni, bizga. You, sizlarni, sizlarga. Va oxirgisi bizada them, ularni, ularga degan. Buni yodlamasanglar foydasi yo'q. Endi men ishlatilishini ko'rsatib beraman. Misol uchun mana mening ustozim menga yordam beradi. Mening nima degani edi? My ustozim teacher. Yordam bermoq helps, present simple. Menga aytsam me. Tushundinglar? I emas, my emas. Yoki men unga yordam bermayman. I don't help. O'g'il bola bo'lsa him deyman, qiz bola bo'lsa her deyman. Ular bizni yaxshi ko'radi. They yaxshi ko'rmoq like bizni bo'lishi kerak. Biz ularni yaxshi ko'rmaymiz. We don't like ularni. Them holatda keladi. Endi mana bu ko'rgan narsalarimiz nima edi? Olmoshlarida. Nima edi? Fe'llardan keyin kelib ga qo'shimchasini keldi. Endi predlog bilan ham ko'rsataman, qaraylik. Misol uchun o'ylamoq qilsangki, men ular haqida o'ylayapman desam, I think about ular, them. Ne ma'nosi yo'q, haqida ma'nosi bo'ldi. Nimaga them ishlatdingiz ustoz desanglar, chunki about predlog, predlogdan keyin shunaqa object pronoun qo'llashga majburman. Ko'pchilik unaqa demaydi mana. Men ular haqida o'ylayman desa, tarjimasi qanaqa chiqyapti? Ular. Ular degani they deydi, they yozib qo'yadi. Lekin xato. Nimaga xato desanglar, chunki biz aytdik, predlogdan keyin object pronoun kelishi kerak, them bo'lishi kerak.
Ular biz haqimizda gapiradi. They speak about biz. We emas shunda. Demak, nima bo'ladi? Past stop keladi. Nimaga desa, chunki predlogdan keyin keldi. Yoki mana deylik, ota-onamiz biz uchun ishlaydi. Bizning ota-onamiz. Our parents work uchun, for. Biz uchun, for we emas. Shunda nima bo'lishi kerak? For us bo'lishi kerak. Men uchun ishlaydi desanglar, for me. I hope menimcha tushundinglar. O'zlariga ham gap tuzib ko'rsanglar, tekstlarni ichida ko'rib chiqsanglar, bundan ham yaxshiroq tushunasizlar. Endi mashqlarni qanaqa qilish kerakligini tushuntiraman. Mana birinchi mashq. Look at the photo. Who is Alfio Arcarde? Where is he from? Rasmga qaradi mana bu rasm. Va Alfio Arcarde degan odam kim u dedi. U qayerdan dedi. Uni qayerdan bilasizlar desanglar, mana bizada u haqida ma'lumotlar yozib qo'yilgan. Buni o'qib tarjima qilish shart. Faqat buni nimaligini tushuninglar-da. Bu mana veb-saytda, ya'ni internetda berilgan ma'lumotlar. Internetda turli shaharlardagi odamlar bu Alfio haqida ma'lumotlarni so'rab chiqadi bittalar. U mana mashhur oshpaz. Rimda ishlaydi. Mana birinchi Chris degan odam Stokgolm shahridan unga mana bu savolni berdi. Savolni o'qiysizlar-da, tarjima qilasiz misol uchun. Your restaurant Buoncibo is in the center of Rome, but where do you live? Sani restoraning Buoncibo bu Rimni markazida dedi. But lekin where do you, san o'zing qayerda yashaysan dedi. Keyin Alfioning javobi bor mana qizilda. I live in Trivoli near Rome with my wife and son Enzo. Men Trivolida yashayman, Rim yaqinidagi xotinim va o'g'lim Enzo bilan. He is 6, u 6 yoshda. Trivoli is beautiful and quiet. Trivoli chiroyli va tinch joy dedi. Tinch dedi. I love it there. Men u yerni yoqtiraman. I have a house in the hills. Bizni uyimiz bor o'sha tepaliklarda. It's our country home. Bu bizning o'sha country qishloqdagi uyimiz. Xuddi shunaqa men Jayinni gapini, Saranikini, Turinni savollarini tarjima qilib, yana bitta bor. Qaniydi bu pastda bering. George savol bergan Buxarestdan, Helen, Evan, hammalarini savolini o'qiysizlar va unga berilgan javoblarni o'qib tushunib olishimiz kerak. Yangi so'zda albatta ajratilib yodlanishi shart. Buni o'qimasdan turib mashqlarni qila olmaysizlar. Tushundinglar? O'qib chiqasizlar. O'qib chiqqandan keyin mana savollarga javob berish kerak. What's Alfio's favorite olive oil? Alfioning sevimli o'sha zaytun yog'i qaysi? Uni sevimli shahri, sevimli kuni qaysi deb turib, tekstga asoslanib javob berish kerak. Keyin tekst bilan birga eshitib chiqsanglar ham bo'ladi. Xuddi shuni audio shakli ham bor. Nimaga eshitish muhim desanglar, u inglizchada eshitib tushunishlaringni yaxshilaydi va talaffuzlaringga ham yordam beradi. Keyin 3-mashqda savol tuzib chiqasizlar. Question wordlarni sizlarga tushuntirdim savol so'zlarni. Qani nima to'g'ri keladi mana shu yerda? Ma'nosiga qarab qo'yib chiqib, keyin javob ham berishlaring kerak. Misol uchun mana does he live yashaydi turibdi. Demak, where bo'ladi? Qayerda yashaydi? Where does he live? Keyingisida is he married to? U turmush qurgan. Nima qo'ya olmaymiz? Qachon qo'ya olmaymiz? Kim dedi to'g'riroq. Who is he married to? U kim bilan turmush qurgan? Savollarni berib, ularga javoblarni yozib chiqinglar tekstga qarab turib. Qayerda yashaydi? U Trivolida yashaydi. He lives in Trivoli. U kim bilan turmush qurgan? He is married to Maria. Mana ikkinchisi yozilgan. Maria. Pastry chef. 5-mashqimiz. 5-mashqda tekst o'qib turib, mana bizada olmoshlar tushib qolgan joyi bor. Ya'ni men, sen, meni, seni, mening, sening, uning, bizning, ularning, ularni degan mana shu bizani 3 xil olmoshimiz bor-ku, o'sha olmoshlar tushib qolgan joylarni to'ldirib chiqasizlar tekstga qarab. Tekstda berib ketgan o'zi. Tarjima qilib qo'yinglar, tavakkalga qo'yib chiqmanglar lekin. Misol uchun men aytgan we have a house in the hills. Bizani baland tepalikda uyimiz bor dedi. Keyin it's our country home.
u bizning qishloqdagi uyimiz. Our to'g'ri kelishi kerak. Chunki bizning deb turib uy haqida gapirdi. Keyin I love it there. Men uni yoqtiraman dedi. It uyni nazarda tutyapti. Uni ma'nosini qo'ysak to'g'ri keladi. Yoki mana ikkinchisida ham she's my best friend. U meni eng yaqin do'stim. I love nima qo'yishim mumkin? She turibdi. Uni juda ham yaxshi ko'raman deyishim kerak. Qiz bola. I love her very much bo'lishi kerak. Va men o'ylaymanki, u ham mani yaxshi ko'radi. Bu yerda mani degan so'zni topishlaring kerak. Meni, menga degan. 6-mashqda bizada xato informatsiya berib chiqilgan. Informatsiyani o'qib to'g'ri chiqasizlar. Misol uchun mana Alfio is Italian chef. Alfio bu italiyalik oshpaz. Unaqa emas. U French deb yozib qo'ygan nimada. Hozir xato ma'lumotda, lekin aslida u italiyalik. Chunki Rimda shuning uchun Italian deb to'g'rilab qo'ygan. Keyin o'qib ketsanglar, u Trivolida xotini va qizi bilan yashaydigan. Qizi emas, o'g'li edi. O'shani to'g'rilab chiqasiz. Keyingisi grammar sportda sizlarga tushuntirgan narsalarim tushuntirilgan. Birinchi mana savol so'zlarni ko'rib chiqasizlar. Keyin mana men, you, sen, he, u, she, u, it, u, we, biz, ular berilgan. Ikkinchisida oblik bilan o'zlariga o'rgatgan meni, menga degan so'zlar berilgan. Bu joyga yozasiz. Oxirgisida possessive adjektivlar egal yormashlari berilgan. Mening, sening, uning, bizning degan so'zlarni qo'yib chiqasiz. Keyin videomiz bor bizani. Videoni ko'rib, tomosha qilib, tarjima qilib, uni tushunish kerak yaxshilab. This va that so'zlari berilgan bizga. Qisqacha tushuntirib ketaman. This bilan that bu ko'rsatish olmoshi hisoblanadi. Endi olmosh hamligini bilmadim. Ko'rsatadigan so'zlar, narsalar. This, that. This bu to'g'rog'i mana bu deb tarjima qilasizlar. Z'ni ana u deb tarjima qilasizlar. Ya'ni this so'zimiz yaqinimizda turgan nimani ko'rsatsak ishlatamiz. Misol uchun bu mening kitobim desam, this is my book deyman. This is my phone deyman. Yaqinda turibdi. This is my phone deb ko'rsataman. U tarafda turgan telefonni ko'rsatsam, that is your phone. Ana u san telefoning deganimda ishlataman. That is your phone. Demak, takrorlayman. This mana bu degani yaqindagi narsani ko'rsatishga ishlatiladi. That ana u uzoqdagi narsani ko'rsatishga nisbatan ishlatiladi. Xuddi shunaqa qilib rasmga qaraysizlarda, yaqindagi narsani yoki odamni aytyaptimi? Odam ham bo'lishi mumkin aytgancha, faqat narsa emas. Nimani aytayotganligiga qarab turib, this yoki z qo'yib chiqasizlar keyingi mashqda. Keyin oxirida audioni eshitib to'g'rilab olsanglar ham bo'ladi. Ikkinchi mashq bu sinfda qilinadigan mashq. Narsalarning nomini so'rash bo'yicha majburiy emas u. Keyingi practice qismida mana you seni senga, her uni unga, it uni unga narsaga, us bizni bizga, them ularni ularga degan so'zlarni ma'nosiga qarab qo'yib chiqasizlar. Qanaqa qilib desanglar, so'chman, do you like pizza? Senga pizza yoqadimi? Yes, I love it. Men uni sevaman deb uni ma'nosida mana it keldi. Yoki ikkida do you like cats? Mushuklarni yoqtirasanmi? Yo'q, men ulardan nafratlanaman, ularni yoqtirmayman bo'lsa, mana bu yerda nima bo'lishi kerak? Them tushishi kerak. Xuddi shunaqa turib qolganlarni qo'yasizlar. Ikkinchi mashqimiz bu why degan savollar. Why? Nimaga, nima uchun degan savol. Birinchi ularni savol gapga aylantirib chiqasizlar. Ya'ni nimaga sen Londonda yashaysan? Like bergan. Because I like it. Chunki menga u yoqadi. Notlilarni don't bilan tuzasizlar qaranglar. Why don't you eat tomatoes? Nimaga sen pomidorlarni yemaysan? Hate turibdi. Chunki men ularni yomon ko'raman bo'lishi kerak. Because I hate them. Itmas them. Nimaga tomatoes ko'plikda kelgan? Shu ko'plik birligiga qarasizlar. Qolganlarni ham savolga aylantirib tuzasizlar. Misol uchun nimaga Anna
Peterga turmushga chiqishni xohlaydi. Chunki u uni yaxshi ko'radi. Kim yaxshi ko'radi? Anna. Demak, qiz bolani qo'yasizlar. U, she yaxshi ko'radi. Likes bo'lishi kerak. O'tgan zamonlarni o'tdi-ku present simple. O'sha 6-unitdagi present simple zamonni formulasi bo'yicha tuzib chiqinglar. Tavakkal yozib chiqmanglar yana. U uni yaxshi ko'radi. Ya'ni Anna, she likes she likes him. Uni turib yozib chiqasizlar. Eshitib tekshirib olsanglar bo'ladi. 3-mashqimiz bu speaking mashqi. Sen shu narsani yaxshi ko'rasanmi deb sheriklaringdan so'rashlaring kerak bo'ladi. Xohlasanglar shuni yozib qo'yinglar. Do you like golf? Do you like ice cream deb. 4-mashqimiz chap tarafda savollar berilgan, o'ng tarafda javoblar berilgan. Savollar bilan javoblarni tarjima qilib bir-biriga moslashtirib chiqishlaring kerak bo'ladi. Vocabulary qismimizda bizga adjectives berilgan, sifatlar. Birinchi sifatimiz mana delicious. O'qilishini ham yozish esdan chiqmasin. Mazali degani. The pizza is delicious. Pizza mazali degan. Xuddi shunaqa mana bu chalkashtirib bergan sifatlarni to'g'rilab yozib chiqinglar, tarjima qilib yodlanglar. Bular o'zi aslida oldin ham o'tilgan. Birinchi mavzudan ikkinchi mavzudan iborat. 2 yoki 3 ta. Misol uchun sani singling juda ham ajoyib degan so'z topishlaring kerak. Sizlarning uylaring ham juda ham ajoyib, sevimli, xushmanzara. Men juda ham xursandman. Yoki bizning ingliz tili darslarimiz qiziqarli. Parij chiroyli shahar. Ob-havo dabdala yomon. Bu ko'fi jirkanch yomon juda ham degan holat ishlatishimiz kerak. Ikkinchi mashqda ham bizda yana adjective sifatlar berilgan. Faqat qarama-qarshi old eski, new yangi. Expensive qimmat, cheap arzon. Big katta, small kichkina. Hot issiq, cold sovuq. Right to'g'ri, wrong xato. Dirty kir, clean toza. Endi mana bu rasmlarga moslashtirasizlar ularni. 7-mashqda eshitamizda mana bu bo'sh joyda ular qanaqa so'zlarni ishlatganini topib chiqamiz. Adjektivlarni. Bu juda ham muhim mashq, chunki sizlar faqat so'z yozilishini bilsanglar uni foydasi yo'q. Uni eshitilishini ham bilishimiz kerak, keyin eshitib talaffuz ham qila olishimiz kerak. Shuning uchun bunaqa mashqlar juda ham muhim. Keyingi mashqimiz an email from Dubai. Dubaydan elektron xat deb nomlanadi. Bizada degan qizimiz kimga yozgan ekan? Don degan, endi qiz bolam, o'g'il bolam bilmadim. O'shanga yozgan xati bu. Xatni birinchi o'q tarjima qilamiz. Orqasidan bitta eshitib olamiz audiosini. Albatta tushuninglar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa belgilanglar, darsda so'raladi bular. Keyin juda ham muhim. Hamma yangi so'zlari topilib, gapni qurilishiga ham e'tibor beringlar-da. Qanaqa tasvirlayapti shaharda, nima haqida gap ketyapti. Ba'zi joyda so'zma-so'z chiqmasa ham o'zlaring tushunib olishlaring mumkin ba'zi holatlar. Keyin o'qib bo'lgandan keyin mana ikkinchi mashqdagi savollarga javob berasizlar. Who is the email from? Email kimdan kelgan? Where is she? U qayerda? Who is she with? U kim bilan? Qolganini o'zlaring tarjima qilib va to'g'ri javobini yozib qo'yinglar. U kimdan? Luiz degan qizdan. U qayerda hozir? U Dubayda. Keyin 3-mashqimiz bu zo'r mashq. Bu sizlarga sifatlarni ajratib olishlaringga yordam beradi. Ya'ni tekstda Luiz o'sha Dubay haqida gapirganida o'sha yerdagi narsalarni tasvirlab berdi sifatlar bilan. Misol uchun mehmonxonalarini gapirganda, ularning mehmonxonasi fantastik, ajoyib, comfortable, qulay va yana o'zi ishlatgan topib ko'ray qolaman. Mana our hotel is fantastic dedi. Bizning mehmonxonamiz ajoyib. New and comfortable. Yangi va qulay dedi. New yangi so'zi bo'ladi. Men u mehmonxona so'zi bilan shu 3 ta sifatda adjektivni ishlatyapti. Keyin Helen bilan ishlatilgan sifatni topasizlar. Ovqatlarga, restoranlarga, Dubayga, nechtaga yozilgan. Endi qaranglar, har doim o'sha so'zdan oldin emas, ba'zida keyin ham kelishi mumkin. Muhimi o'sha odam yoki narsani tasvirlash uchun ishlatildi-mi yo'qmi, o'shani topib olishlaring kerak. 4-mashqimiz bu o'zlaring writing qilib yozishlaring kerak. Email yozasizlar o'rtoqlaringga, do'stlaringga, ustozlaringga yozsanglar ham chiqisi yo'q.
Mana qanaqa boshlash kerakligini sizlarga strukturasini tuzib qo'yibdi. Salom, salom aziz deb boshlaysizlar. I'm on holiday in, men hozir ta'tildaman, in Samarqand. And it's very beautiful va u judayam chiroyli. Comfortable, qulay deb man o'rgangan sifatlarni qo'llaysiz. Lekin the people are, odamlar, Samarqandlik odamlarni aytasizlar. Ular judayam do'stona, mehribon, ovqatlarni aytasizlar, judayam shirin, mazali, ob-havosi judayam yoqimli, quyoshli deb mana shunaqa ozgina tasvirlab, keyin see you soon ko'rishguncha, love seni sevib qoluvchi, misol uchun kim bo'lsa ismlaringni yozib qo'yasizlar. Shunaqa turib email yozishimiz kerak. Okay, keyingi qismimiz bizada can I degan qismimiz. Bu everyday English qismi, ya'ni har kuni biz ko'chada ishlatishimiz kerak bo'lgan, kundalik hayotda ishlatishimiz kerak bo'lgan birikmalarni o'rgatishga harakat qiladi. Bunda can I birikmasini o'rgatgan. Can mavzusini hali o'tamiz. Bu 11-mavzuda adashmasam. O'zimdan can I degani mumkinmi, maylimi degan. Maylimi, mumkinmi ma'nolarida keladi. Can I'dan keyin qaranglar, fe'l, verb bir ishlatamiz. Fe'lni birinchi shaklini ishlatishimiz kerak. Misol uchun can I go out so'zi bor. Ko'chaga chiqsam maylimi? Can I go out? Yoki can I have this book? Mana bu kitobni olsam maylimi? Turib magazinlarda so'rashimiz mumkin. Can I nima ekan? Maylimi, mumkinmi degan so'zimiz ekan. Undan keyin fe'lni birinchi shaklda ishlatishimiz, keyin davomida nimalardir ham kelishi mumkin ekan. Endi bizada mana place, joylar va activities, mashg'ulotlarni bergan. Birinchidan chemist deb o'qiladi, ch deb o'qimaydi, iltimos. Chemist degani bu apteka, dorixona. Railway station, vokzal. Post office, bu pochta deyiladi, ya'ni pochta jo'natadigan, qabul qiladigan joy. Clothes shop, kiyim magazini. Cafe, bu kafe. Endi o'ng tarafdagilarni man tarjima qilib bermayman, o'zlaring tarjima qilib, mana bu ishlarni qayerda bajarishimizni moslashtirishlaring kerak. Mana try on degan so'zni tushuntirib ketay. Try on nimanidir kiyib ko'rish degani. Menga yarashdimi, yo'qmi, razmeri to'g'ri keldimi, yo'qmi deb kiyib ko'rish bu. Chunki lug'atdan sal boshqacharoq chiqishi mumkin. Ularni qilib bo'lgandan keyin rasmlarga moslashtirasizlar, joylar bilan harakatlarni. Ikkinchi mashqimizda eshitasizlar, ushbu Eveta degan qizni birinchi suhbatda u misol uchun vokzalda, u vokzalda nimani xohlayapti? Want, xohlamoq degani. U nimani xohlayapti? Return ticket to Oxford. Oksfordga borib qaytish biletini xohlamoqda. Ikkinchi audioda ham uni qayerdaligini topasizlar, nimani xohlayotganini topishlaring kerak. Uni qanaqa topamiz? Eshitasizlar. Qiyinlik qilsa YouTubedan topasizlar o'sha audioni, yozuvi bilan ko'rib tarjima qilib topishlaring kerak bo'ladi. Uchinchi mashqimiz o'sha audiolarga asoslanib mana buni to'ldirib chiqamiz endi bo'sh joylarni. Ularni gapini mana berib qo'yganman, o'sha Evetani gapirgan gaplarini. Faqat bitta narsa, buni shunchaki uzr, bu 11da ekan mana. 7:11da. Va birinchidagi audio bu Evetani nima degani. 7:11da mana bu suhbatlarimizda audiolar berilgan. Ularni ham eshitib, tushunib yozishga harakat qilinglar. Qiyinlik qilsa YouTubedan topib, subtitle, ya'ni yozuvlari bilan, tekstlari bilan to'g'rilab yozib chiqib, albatta tarjima qilish kerak. Ya'ni ikkita odam nimaga suhbatlashayotganini bilinglar. Mana bu yerda ikki kishining suhbati har doim I bilan A turibdi. I bu menimcha Eveta, va bu A deganimiz bu bilmadim, assistentmi, endi yordamchim, o'sha odam. So'ng can I have a return ticket to Oxford please? Oxford shahriga bitta borish kerak, bilet olsam maylimi, iltimos? Sure degani albatta. How much is it? U nechi pul? 22 pounds 50 please. 22 funt sterlingu 50 bo'ladi. Iltimos. Can I pay by credit card? Kredit karta bilan to'lasam maylimi? No problem. Muammosi yo'q.
Put your card in the machine. Kartingizni o'sha mashinaga soling, o'sha apparatga soling and enter your PIN number please. Va keyin o'zingizni PIN kod raqamingizni kiriting iltimos. Xuddi men hozir tushuntirib berganimdek birinchi suhbatda qolgan suhbatlarni ham shunaqa darajada tushunishlaring kerak. Tushunmagan joylaringni belgilab so'ranadi ustozdan. 4-mashq sinfda bu qolganlar bilan birga qilinadigan mashq. Bunda rol o'ynash kerak bo'ladi. Kishilik suhbatda bir kishi xaridor bo'ladi, ikkinchi kishi sotuvchi bo'ladi. Yoki bir kishi aptekachi bo'ladi, ikkinchi kishi o'shani oluvchisi bo'ladi. Va tepadagi suhbatlardan foydalanib gapirishlaring kerak bo'ladi. Demak, shu bilan buni sinfda qilinadi, o'zlaring mustaqil qilishlaring majburiy emas. Demak, shu bilan tugadi 7-yunitimiz. Grammar qismlariga qarab chiqinglar, o'rgatilgan narsalar hammasi berilgan. Keyin pronounlar ham berilgan, word listlarni yodlanglar. Shu bilan 7-yunitimiz tugadi, guys. Good luck, guys.